Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Shu navbatdagi video yo'riqnomamiz o'sha MyGov.uz orqali demak akademik litsey va kasb-hunar ta'limida o'qiyotganligi to'g'risida ma'lumotnomani olish yo'nalishida bo'ladi. Juda bir oddiy amal. O'zingizdagi MyGov.uz ilovasi yoki Google Chrome ko'magida MyGov.uz ilovasiga o'tib olasiz. O'tgandan so'ng bu yerda bizda ta'lim sohasi kerak bo'ladi. Ta'lim sohasida aynan 761 raqamdagi o'qish joyidan ma'lumotnoma litsey va professional ta'lim degan xizmati mavjud. Shu xizmat orqali o'tamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi, avtomatik tarzda demak xizmat ko'rsatiladi. Xizmatdan foydalanish qilib o'tamiz va bu yerda bizga aynan o'qiyotgan joyimiz to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi. Demak, jarayonni yuklab olish qilib davom etamiz. Demak, so'ralgan yerga ma'lumotnomani taqdim qilish uchun mana shu yuklangan ma'lumotnomani olamiz. Kontentimiz ana shu mazmunda edi. Agar kontentimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling. Shu xizmatdan foydalanmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.